modelimizda o'zi 10 million qancha ham qilib berganmiz. Obunachilarga 5,5 millionga berib yuboramiz. Bu modelimizni 6 milliondan sotib turib, siz obunachilarga 4,5 milliondan qilib beryapmiz. Bu ikki xil rangda qilganmiz. Bittasini noshkasi mana chinor noshkada, bittasiniki quymadan aka. Xo'p. Bu polston, ya'ni narsa ko'rib, oyoq cho'zib yotiga haqiqiy zakaz qilishgan. Nima deymiz buni? Qo'zichoq deymizmi buni? Qo'zichoq qimmat materiallardan ulug' aka. Shundan. Temir noshkalar. Temirlik, xo'p. Bunimizni o'zimiz bo'yidaga, ana shu bo'yida o'zimiz shetga qilib berdik. Bunimiz hozir 18 talik Samarqandga chiqib ketyapti. Samarqandga 18 talik modelimizni ko'ring-da. Ishlar o'ta tiniq holatda mana. Shuni turamiz, usti oyna bilan. Oynaga bor aka. Shuni ayting. Oynaga bor. Demak, buni ustiga oyna qo'yib berasiz. Oyna qo'yiladi 260. Agar buni barini bu tomonga qo'yib ham ishlataveradi. Ya'ni 50 divan kresloni o'zini 6,5 million qilib beramiz. Oxirgi narxi o'zi 8,5 million so'm sotib turdik, 6,5 million qilib beramiz. Bu jurnalni 1,5 million so'm qo'yamiz, 8 millionga to'g'ri keladi. Xo'jalar, bosib ezib o'tib ketaveramiz mana. Ko'rganingizda mana bu mana ishlar xohlasa original zo'ridan. Assalomu alaykum savdo obunachilar. Xudo xolasa mana biz yangicha dizaynda yangicha ishlarimizni siz obunachilarga ulashdik mana. Assalomu alaykum Ulug'bek aka. Va alaykum assalom. Ulug'bek aka, bo'lmasa mana ishlarimizni chiroyli qilib obzor qilib beray klientlarga. Mayli. 2026 yangi narxlar. 2026-yili yangicha narxda yangicha ishlarimiz bilan siz obunachilarga mana biz ulashamiz. Mana ko'rib turganingizda bizda har kuni Xudo xolasa ishlarimiz chiqib ketadi. Butun O'zbekistonda qolaversa qo'shni davlatlarga ham chiroyli kargolarni qilyapmiz albatta. Ulug'bek aka, bu mana 3.8 modelimizda 430 ga 230 mo'ychi material, parolonlar ham 22 plotli parolon. Bu modelimizni 6 milliondan sotib turib, siz obunachilarga 4,5 milliondan qilib beryapmiz. Qalay, xudo xolasa o'ta a'lo darajadami Ulug'bek aka? Mo'ychi material. Mo'ychi material Ulug'bek aka. 3 ta pufiga 230, 3 ta pufik. Parolonlar 22 plotli parolonlarda. Yo'llarni ham ko'ring, xudo xolasa mo'ychi materialdan seriya xohlagan rangidan bor Ulug'bek aka. Tushunarli. Davom etaveramiz. Buni 4,5 million so'm Ulug'bek aka bu. 4,5 million so'm mana bunimiz. Arkasi ham o'zini materialdan tortilgan. Materiallar. Xon taxta kerak bo'lsa, xon taxtalarni ham отдельно qilib beriladi. Tushunarli. Mana xon taxta, buni xon taxtalarimiz 1 million 200 ming so'mlik xon taxta, bunisi 1 million so'mlik xon taxta Ulug'bek aka. Endi bu ishimiz Ulug'bek aka 430 ga 230. Mana yon tomonlar polni yong'oqdan. Bu ishimiz 3 ta pufigi bilan ugolotda o'zining narxini 7 million qilib beraman Ulug'bek aka. 7 million so'm. Bu choklar xudo xolasa Ulug'bek o'ta tiniq holatda mana Ulug'bek aka ko'raverasiz. Tikilishlari o'ta tiniq holatda. Materiali ham baquvvat yong'oqda. Bu ikki xil rangda qilganmiz. Bittasini noshkasi mana chinor noshkada, bittasiniki quymadan aka. Xo'p. Qarang, buni xon taxtasi 1 million 200 ming so'm, ugologi 7 million so'm, jami 8 million 200 ming so'm. Bu komplekt bo'lyapti. 3 ta pufigi bilan. 3 ta pufigi bilan. Stolni olib tashlasak 7 million so'm bo'lyapti. 7 million so'm 3 ta pufigi bilan mana shu ugologimiz. Razmerini aytib qo'ying. Razmeri 430 ga 230. Yaxshi, kattada. 100% sasnadan garantiyali ishlar Ulug'bek aka. Hali farod qilmaydi. Sababi tikilishlarini ko'ryapsiz aka, mana gul taxtalari ham yong'oqdan. Tushunarli. Mana bu ishimiz mana bunga nisbatan qimmatroq Ulug'bek aka. Mana bunimiz, materiallari ham to'g'risi qimmat materialdan-da bu, mo'ychi material emas, mo'ychi materialdan ko'ra qimmatroq. Mana yong'oqdan nimalari chinordan Ulug'bek aka. Oyoqlari. Garantiyali ishlarimiz. Bu ishimizda 7 million 700 ming so'm qilib beramiz. 7 million 700 ming so'm. Bunisidan 700 ming so'm farqi bor Ulug'bek aka. Bu xon taxtamiz 1 million so'mlik xon taxta. 275 ga 90 santimetrli 3 ta pufigi ham bor. Xo'p. Xudo xolasa Ulug'bek aka bu ishimizda o'sha yetganimizda xohlagan joyga chiroyli qilib dastavkalarni qilib beramiz albatta Ulug'bek aka. Tushunarli. Endi Ulug'bek aka mana yana bu tomonda yana ishlarimiz bor. Ko'rsatib o'tdik-da. Bu ishimizni hozir obzorni qilib beramiz. Bu Panda 2 mizni ko'rsating Ulug'bek aka. Mana bunisi. Yangi model. Yangicha dizayn mana. Yangicha fason. Taxtalarni ham ko'ravering. Materiallarni ham ko'ravering Ulug'bek hozircha rosa trendda bo'lgan materiallar. Bular polni mana spalni bo'ladi. Buni o'zi pol spalni Ulug'bek aka. Mana bu pol spalni, ya'ni narsa ko'rib, oyoq cho'zib yotiga haqiqiy charchovni chiqaradigan ikkita pufigi bor. Buni spingalarni sursa spalni ham bo'ladi. Bu ishimizni hozir Samarqandga chiqaryapmiz Ulug'bek aka. Qarang. Ugologimizda o'zi 9 million so'm. Xon taxtasi 1 million 800 ming so'm.
Xo'p, ichlarini ham aytib o'taylik, ichlarini. 100% sasnadan aka, Aha. garantiyali. Tabrikor akalarda noshkalari yong'oqdan Ulug'bek aka. Xo'p. Demak, noshkalari, oyoqlari yong'oqdan, ichlari karkazlari nimadan? Sasnadan. Ramkaz. Hali oddiy sasnalardan emas, tabrikor sasnalardan. Parolonlari ham Ulug'bek aka nima? 22 plotdan 25 plotgacha ishlatiladi parolonlari ham. Tushunarli. Buni narxini komplekt aytamizmi? Komplektga Ulug'bek aka qarang. Komplekt emas, отдельный. Отдельный aytaymiz. Agar pufiksiz kerak deydigan insonlarga 8,5 million so'm. Xo'p. Pufigi bilan 9 million so'm. Xo'p. Bu ishimizda ko'proq pufiksiz olishadi. Hozir ichkarida ham obzorni qilib beramiz. Stolini qo'shing endi. Ha, stolini Stolni olib keladigan bo'lsak, ha, stolsiz holatida hozir 9 million so'm. Stoli bilan birga qo'shiladi. 10 million 800 ming so'mga to'g'ri keladi. Siz obunachilarga 10,5 millionga qilib beraman. 10,5 million. 10,5 million. Garantiya, parantiya hamma yo'q bor. Qancha desangiz beraveraman aka, bexijolatli. Bo'ldi. Bu ishimiz Istanbul 3 mana. Istanbul 3. Istanbul 3 mana. Materiallarni ko'ring, tedbir materiallar. Pufiklari ham baland Ha, ekan. bu ishimizdan Qarshiga ketyapti, Ulug'bek aka mana. Zakaz qilishga. Nima deymiz buni? Qo'lchaq deymizmi buni? Qo'zichiq qimmat materiallardan Ulug'bek aka. Shunday. Haqiqiy maza qilib ishlatilgan ishlar. Razmeri ham 3.60 ga 2.60. Aha. Xon taxtasi bilan birga buni 9 million so'm beryapmiz. Ugolovni o'zi 8 million so'm qilib beryapmiz. O, barni stoli ham bor ekan, ha? Barli sistemada, aha. Ko'ring aka mana. Demak, 3 ta pufigi bor. Myak uгологimiz. Ramkasini ichini ayting. Ramlar karkas javob aka. Bu ishimizga Karkaslar sasna bo'ladimi? sasna aka. Bexijolat. Yana bitta narsa Ulug'bek aka mana. Orqa taraflari o'z materiali. Orqasi o'zining materialidan. Gultaxlarni ko'ring, shampan qilib o'ta chiroyli. Qancha qilib berdik Rustamxon yana buni ugolovni o'zini 8 million. Hop. Bunimiz 1 million so'm qo'shiladi. Ustiga qo'shiladi. Ha, jami 9 million so'm. Komplekt. Ha, komplekt. Endi xohlovchilar uchun Ulug'bek aka bundan arzonlar desa, mo'yish materiallardan qilib beramiz, yanada arzon bo'laveradi. Tushunarli. Xudo xolasa. Endi bu ishimizni ko'ring mana, neavishni noshkalari ham mana nimadan? Temir noshkalar. Temirlik. Hop, bunimizni o'zimiz bo'yidaga, shu bo'yida o'zimiz shetga qilib berdik. Nima, biz anchadan beri kuzatar ekan, ko'rib, videolarimizni ko'rib, zakaz berdi, o'lchab joyini qilib berdik mana. Bu ham mana polni ispanli o'tdi. Bu ham yuradi mana shunga. Turkiya bilan birga bir ishlangan. Hozir soat tashib kelamiz-da buni ham. Mana. Bu ham katta bo'ladi mana. Qo'llari ham. Bu ham siljiydi. Siljiydi. Unisi orqaga siljiydi. Aha. Ulug'bek aka mana shu ishimizda xon taxtasi bilan birga to'g'rizali yashirish hojati yo'q. O'zi 14,5 millionlik ish 13,5 millionga qilib berdim. O'zimiz shu yerda bo'yida ekan. Shunaqa anchadan beri kuzatamiz dedi. Haqiqatan yangi uy olgan ekan, o'zi 14,5 millionga to'g'ri keladi. Mana klientlarga o'sha bir xil narxda 13,5 milliondan qilib beraman. Tushunarli. Demak, myak uгологimiz razmeri 440 ga 240. 4 ta pufik. Ha, 4 ta pufigi. Narxi stoli bilanmi? 5 ta yostiqi bor, ha. Narxi 5 ta yostig'i. Agar xon taxtasi kerak emas desa, 1 million so'm chiqib ketadi, 12,5 millionga to'g'ri keladi. Buni no'sh mana pastdoq oyoqlari bor-ku. Hop. Oyoqlarni o'zi to'g'risi mana qirg'og'i polni chinordan aylantirilgan. Noshkalari monosi temir noshkadan, qimmat noshkadan-da. Tushunarli. Hurmatli obunachilar, shuni ham aytib qo'yaylik. Arzoniga adashtirmanglar. Mana Ulug'bek aka arzon ish 4,5 million so'm. 4,5 million. Lekin bizga arzon ish bo'lgani bilan mana parolonlari 22 plotlarda. Hop. Shu ishlarimizdan boshqa joydagidan ancha farq qiladi. O'zi naq bo'lib turadi mana, ko'ring aka. Naq. Hali ezilib qoladigan narsadan bor. Tushunarli. Demak, 4,5 millionlik. Hamyonbop ham bor. 4,5 millionlik ham bor. Zo'rini ishlataman deganlarga ham bor Ulug'bek aka. Tushunarli. Hali ko'pchilik kommentga qimmat deydi. Leboyidan bor aka. Leboyidan bor, bexijolat. Videomiz aralash qilamiz. Ulug'bek aka, stol usullarni ham olamiz aka. Bunimiz hozir 18 talik Samarqandga chiqib ketyapti. Samarqandga 18 talik modelimizni ko'ring-da. Ishlar o'ta tiniq holatda mana. Sifatli quyma mashinada shunday ezban ko'rsataveramiz, garantiyali ishlar, aniq holatda mana. Materiallar ham orqalari ham terilgan aka. Old oyoqlari 3D, orqa oyoqlari ham 3D mana aka. Rasamoda bo'lgan. 4 yildan beri mana shu ishni sotaman. Bir animatali mana chiqmadi. Maza qilib ishlatadigan. Xon taxtasining razmeri 450 ga 120. Hozir shundan yana tog'in 5 metrga 110 lik zakaz oldik, 18 talik. Hozir bu 18 talikda. Bu 18 o'rindiqlik. 18 o'rindiqli. Xo'p. Buni o'naki o'rindiqlarini ham ko'rsatdik-da, yuring Ulug'bek aka. Narxini ham ichkarida aytib o'tamiz. Buni aytaylikmi narxini? Narxini ichkarida aytamiz aka. Ko'ring mana 18 taligini ko'ring. Xudo xolasa. Mana ichlarini ham ko'ring. Mana bu javob ishlarga bexijolat. Bugungi bu Samarqandga ketyapti aka. Hozirgi stildagi, hozirgi fasondagi modalarni ko'rsatib o'tyapmiz. Keting, davom ettiramiz. Demak, ichkarida stollarimiz bor-a?
Stol stullarimiz. Ha, optim stol stullarimiz, xudo xolasa kimga nechtalik kerak bo'lsa tayyorlab beraveramiz. 24 talik, 36 talik cheklanmagan miqdorda bor. Stolimizni razmeri 320 ga 120. Ichida polni mana aka yaqinroq olib kelib sifatini solishtirib ko'raverasiz mana. Bu shunday turadimi, ustida oyna bilan? Oynaga bor aka. Shuni ayting. Oynaga bor. Demak, buni ustiga oyna qo'yib berasiz, Oyna yopishtirib. qo'yiladi, chotki o'ta silliq, tekis turadi, o'ta chiroyli bo'lib. Va 12 taligining narxi $1100 endi hozir mana. So'mga aytavering. So'mga aytib berayda. 1100. Men buni tayyorlarni ko'rsatib turaymi? 13 million 200 ming so'm chiqyapti. Obunachilarga 13 million qilib beraman, Ulug'bek aka. Mana pastlarining ikkita simal oyog'i bor. Katta 100% MDF dan garantiyali ishlar. Dastavkasi ichidami, alohidami? Dastavkasi отдельный aka. Kelishiladi. Ha, mana bu tomonda bor 12 million so'mga. Hozir bu ishimiz mana bu Qirg'izistonga ketyapti hozir. Svet qila olmadik-da, mana upakovka qilinyapti. Aha. Mana bu ishimiz Qirg'izistonga ketyapti aka. Mana. Xo'p. Bunimiz 11 million so'm, 10 milliondan qilib beryapman. Bunda 5 komplekt bor. 1 2 3 4 5 komplekt. Mana kerak bo'lsa bu shalik sinmaydigan materialdan, ha? Sinmaydigan material. Alloh. Nima derdi nomini? Quyma deylar, simala. Quyma simalari, ya'ni mashinalarni ham bosib ko'rishyapti. To'g'rimi? Hech bo'lmaydigan. Mana bu material. Nechta qilib berdik buni? Rustamxon? 11 million qilib beramiz. 11 million qilib beramiz. 10 milliondan skidga qo'yib. Demak 10 million so'm taqilgani. Taqilgani. Tushunarli. Bunisini 11 million qilib beraman. 11 million. Buni materiali sal qimmatroqda mana. Orqalariga ham terilgan. Aha. Material ko'p ketadi, shuni hisobidan. Mana aka, buni ham sifatini stolini ham ko'rsating. Dol. Bo'ldi, 12 taliga? 12 taligimizni 11 million qilib beramiz. 11 million so'm. Bu ishlarimizdan orqamizda hozir upakovka bo'lib nimaga ketyapti? Qirg'izistonga. Xo'p. Bu Xurram sultonimiz bor. Ulug'bek aka. Qaysi tarafda? Mana shu Xurram sultonni ko'ring. Mana bunimiz. Ha, mana shu Xurram sultonni. Mana 12 talik. Buni to'g'risi ana o'z mana shu kanalda ham ko'raveradi. 12 milliondan sotilgan Ulug'bek aka. Obunachilarga 10 milliondan qilib beramiz. Narxini haqiqatan tushirib tashaganmiz. 10 million so'm. Mana. Endi xudo xolasa obuna bo'lmaganlar obuna bo'lib qo'yaversin. Xudo xolasa bir ikkita videodan keyin stol usul qo'yamiz. 6 million, 6,5 million stol usul qo'yamiz. Bunaqalari ham bor. Ha, 16 taligi 8 million, 8,5 million ham. Xudo xolasa sexda bityapti-da. Demak, bugungi videomiz originallardan. Originallardan, xudo xolasa, javob ishlardan, behijolatdan. Davom etaveramiz. Xo'p, hurmatli obunachilar, men bunga taalluqli nima qiziq bo'lsa bor. Mana stol ustunlarimiz optim. Kimga qanaqasi kerak bo'lsa, mana Xurramlarni 10 milliondan qilib beryapmiz 12 taligini. Aha. Kimga kerak bo'lsa, mana oshxona ugolohlarimiz bor. 1 million 700 ming so'mdan aka. Boshlanaveradi. Buni ham ko'rsatayapti aka. Mana 1 million 700 ming so'mdan aka. Oshxona ugolohlarimiz. Kuxonlar, ugolohlarimiz, ha. 1 million 700 ming so'mdan. Sandig'i bor, ikkita pulga xon taxtasi bilan birga. Bo'ldi, sandiqchasi bor. Demak, 1 million 700 ming so'm. 1 million 700 ming so'm. Bu ham shu narxda. Bu ham shu narxda. Bunisi qimmatroq, Ulug'bek aka mana. Nimaga? Mo'shi materialmi? Mo'shi material, bu razmeri kattaroq aka. Razmeri kattaroq. Xon taxtasini o'zi buniki 750 ming so'mga xon taxtada. Hop. Xon taxtasi MDF dan 3 ta pufigi bor, razmeri 250 ga 170. Buni puli xo'sh xon taxtasi bilan 3 million 300 ming so'm qilib beraman. Xon taxtani olib tashlang. Xon taxtani olib tashlasak chiqib ketadi, 700 ming so'm chiqib ketadi. Bo'ldi, 700 ming so'm minus bo'ladi. Tushunarli, hurmatli obunachilar. Keyin mana bu stol stullar ham bor, kuxonning. Xohlagan ranglarda bor, Ulug'bek aka mana. Raskladnoyimiz bor aka. Klientlarimiz bilsa mana. Raskladnoyimizni ko'rsin mana. Aha. Mana raskladnoylar. 3 tasi bitta raskladnoy. Mana. Divan bo'ldi. Sasnali, zo'r ishlarda. Keyin mana oshxona ugolovimizda ham har xil. Narxini aytaylik bularni. Buni narxi 2,5 million so'm qilib beraman obunachilar. 2,5 million so'm. Mana. Buni ko'rsin. Buni-chi? Balotovый svet. Buni shu 3 million 300 mingdan 700 ming chiqarsa qancha bo'ladi? 2 million 600 ming so'm bo'ladi. Shunaqa. 2 million 600 ming so'm mana. 2 million 600 ming so'm narxi? Xohlagan rangdan bor. Xo'p. Endi yana ichkariga kerakda, mana oshxona ugol nimalar kerak bo'lsa, stullar kerak bo'lsa, stullar. 3 million so'mdan xohlagan rangidan bor aka mana. Tanlab kimga qanaqasi kerak bo'lsa, bor. Shoxonamiz bu Qarshiga chiqib ketyapti. Xo'p. 450 ga 258 ta pufigi bor mana. Aha. Pufiglar 8 ta. Bu pufig mononiki. Mana shuni o'zini hozir xon taxtasi bilan akvariumi bilan 16,5 millionga berdik aka.
Akvaryum bitmagani uchun teralmadik. Akvaryum bilan 16,5 millionga berdik. Endi bu yerda ham bor 440 ga 230 ligimiz. Bu shoxonamizda xontaxta bilan 11,5 million so'm. Akvaryum bilan. Agar o'xshagan prostoy xontaxta bilan bo'ladigan bo'lsa, 9,5 million so'mga to'g'ri keladi. Yo'q, uzr 10 million so'mga to'g'ri keladi. 10 million so'm. Batafsillarni telefonda tushuntiriladi. Arzonlashadi. Bu ishimiz bor mana Ulug'bek aka. Hop. Istanbul modelimiz. 330 ga 230 ikkita pufigi bor. Mana yo'llari Chester, ichlari garantiyali, xudo xolasa ishimiz. Bu ishimizda Ulug'bek aka xon taxtasini 6,5 million qilib beramiz. Demak, xon taxtalari bilan 6,5 million. Garantiyali ishlar, ha. Tushunarli, yaxshi yomon emas, mo'sh material. Mo'sh material, ha. Xo'p, ichkarida ham bormi yangiliklar? Aha, Sasnoda. Mana bu tomonda high-tech ishlarimiz bor, Ulug'bek aka. Ana, klassikalar. Aha, high-tech. Bu ishlarimiz mana Lora modelimiz 240 ga 340. Spinkalari polni suriladi. Xo'sh. Bu qo'llari ham suriladi. Spalniq foydalansa ham bo'ladi. Bu ugologimiz o'zini 8 million beryapmiz. Xon taxtasi 1 million so'm. 1 million 200 ming, endi 1 million qilib beramiz. Jami 9 million so'm bo'ladi komplektga. Ichlari qanaqa? Karkaslari? Ichlari Sasnoda. Oyoqlari ham Sasnoda garantiyali aka. Bexijolat. Mana bu tomonda kelishiladi. Aha. Bu tomonda ishimiz mana tashqarida turibdi-yu. Shu ishimizda mana bu ham qarshiga ham adashmasam ketadi bu ish ham. Xon taxtasi, bu xon taxta emas, boshqa xon taxta qo'yib beramiz. Ugolokni o'zini narxini aytamiz. Ugolokni o'zini mana shu turishini 8,5 million qilib beramiz. Pufigi bo'ladimi, bo'lmaydimi? Pufigisiz. Pufiksiz. Ha, 8,5. Bu ishlarda pufik qo'yilmaydi, hali tashqarida aytdimi? Zakazga qilinganda 4 ta pufik razmeri katta qilib qilingan, o'shani hisobiga 13,5 million bo'lgan xon taxtasi bilan. Hop. Xon taxtasiz 12,5 million. Bu mana shu xon taxtasiz holati 8,5 million. Tushunarli. Ishlari ham javob. Agar buni xon taxta bilan oladigan bo'lsa, bu xon taxtamiz Ulug'bek aka. Xo'sh, 2 million 300 ming so'mlik xon taxta. Bo'ldi. 2 million 300 ming so'mlik. Bu ham polni spinga suriladi, qo'l bolishlari garantiyali, noshkalari ham 1 million qimmatli noshkalardan. Mana bu modelimiz bor Ulug'bek aka. Komplekt holati xon taxtasi bilan 7,5 million so'm. 7,5 million. Obunachilarga yo'lda qilib beramizmi? Tul taxtalari ham yong'oqdan, noshkalari ham yong'oqdan, ichlari Sasnoda aka. Ikkita pufigi bor. Parolonlar ham 22 pilotli parolon. Agar klientlarimiz xuddi shu modelda arzonrog'ini deydigan bo'lsa, 5,5 million ham chiqarib beramiz. Demak, buni 5,5 millionga ham bording. Bunimizni narxi? Bu 7,5 million so'm xon taxtasi bilan birga. 7,5 million so'm, demak, xon taxta stoli bilan. Stoli bilan. Tushunarli, davom etamiz. Arzoni, qimmati ham bor. Mono modelimiz bor, Parij modelimiz, stolimiz. Xo'p, nima komplektda bu kattaroq ekan-a? Ha, bu 420 ga 260. Agar buni barini bu tomonga qo'yib ham ishlataveradi. Ya'ni 55 sent qo'shiladi-da. Hop. Bu tomon yana 315 ga 365 mi bo'ladi, adashmasam. Mana shu mana 7 ta yostiqchasi bo'ladi. Shu xon taxtasi holati 9 million so'm. Xon taxtasi endi qarab qo'shiladi. Tanlab shunga qarab qo'shiladi. Lekin ish xudo xolasa o'ta zo'r. Ichlariga ham javob. Javob. Materiallari mana ko'ringda, qimmat materiallardan. O'lchaqdanmi? Hop. Endi mana bu shoxonamizni ko'ring. Sanam modeldagi shoxonamiz. Ulug'bek aka 260 ga 360. 6 ta yostig'i bor, 4 ta pufigi bor. Bu akvaryum stolimiz qolmaganiga MDFli akvaryumda MDFlisini qo'yib berdik. 2 metrga 90 lik, mana 100% MDFli, mana shu turishini 12,5 million qilib beramiz. 12,5 million. 12,5 million. Agar mobodo akvaryum qo'yib beradigan bo'lsam, akvaryumni bilan ham 12,5 millionga to'g'ri kelaveradi. Tushunarli. Ichali akvaryumlar. Bu tomonda bor mana divan kreslolarimiz. Mana divan kreslo. Bu tomonda divan kreslomuz bor. Aka, bunimizda divan kresloni o'zini 6,5 million qilib beramiz. Oxirgi narxi o'zi 8,5 million so'm sotib turdik, 6,5 million qilib beramiz. Bu jurnalni 1,5 million so'm qo'yamiz, 8 millionga to'g'ri keladi. Tushunarli. Komplekt 8 million deyapsizmi? Stolsiz? Stolsiz 6,5 million qilib beramiz. Stolsiz divan kreslamiz mana. Ikkita kreslo divan 6,5 million so'm. 6,5 million. Tushunarli. Materiallari ham, uni poltslari ham zo'r. Endi hozir shu materiallar modada aka. Mo'sh materiallardan ko'ra bu materiallar haqiqatan qimmat ham, yaxshi, chidami ham yaxshi. Bu nimaga o'zgarib, rangi o'zgarib ketavermaydi. Mo'sh materiallar to'g'risi rangi o'zgarib,
post tashlab yuborish mumkin, bundan bas lekin. Tushunarli. Davom etaveramiz. Buni qarang aka. 330 ga 230 Istanbul modelimiz. Haqiqiy mana ko'ringlar, shirokki damayani ishlangan. Yon tomonlari chester qilingan. Materiallari mana yangicha materiallardan aka. Yangi 2026-yilga high-tech variant tepalarini ko'ringlar, spingalarini. Tikilishlarini ham ko'ring, o'ta tiniq holatda tikilgan. Ichlari sasnadan aka. Xo'sh, parolonlarim 22 pilotli parolon. Barli sistema aka. Bu modelimiz mana shu xon taxtasiz 6,5 million qilib beramiz. Obunachilarimizga 6 million 200 ming so'm qilib berak mana shuni. Stoli bilan. Stolsiz. Stoli отдельно qo'shilaveradi. 800 ming so'mdan boshlanadi stolimiz. Bu stolimiz 1 million 200 ming so'm. Tepasi krashim deyiladi bu. Hali stolimiz bor 800 ming so'mlik. Shunga holatiga qarab qo'shilaveradi. Ukolot o'zining narxi 6 million 200 ming so'm. Mana bu tomonda ham ishimiz bor. Bu pufik bitta qoldi, bittasini sotib o'rdik. Mana bunimiz ham pandamiz, orqa suriladi. Spingalari, bolishlari bor mana. Bolishni olib qo'ysangiz katta foydalan, bolishsiz foydalansa ham bo'laveradi bu ishimizda. Bu modelimizni Ulug'bek aka 8 million qilib beramiz. Xo'p, 8 million qilib beramiz. Ikkita pufigi bilan. Bu xon taxtamiz 1 million 200 ming so'mdan xon taxta. Xo'sh, 9 million 200 ming so'mga to'g'ri keladi. Ishlari sasnadan, zo'r, oyoqlari yong'oqdan aka. Tushunarli. Garantiyali ishlar. Xo'p, mana bu ham ajoyib ekan. Bu divan kreslomizni ham 6,5 million qilib beramiz Ulug'bek aka. 6,5 million so'm stolsiz. Stoli bu stolimiz 1 million 800 ming so'mlik stol. Endi yaxshi. Ish xudo xolasa zo'r aka. Bexijolat uyalmaydigan ishlardan. Yana bu tomonda bor. Qo'ng'iroq qilaversa, batafsil yana ma'lumotni o'zlaridan Telegram orqali olaverasizlar. Buni bolish buniki edi. Mana bu modelimiz 340 ga 240. Yo'q, 3,5 ga 2,5. Ichlari sasnadan. Shu garantiyali, bu ham spingalar suriladi mana. Spingalar surilib, kengayadi aka. Bu ham baqa suriladi. Mana hozir asl internetlarda mashhur bo'ldi. Turkiya bilan birga bir chiqqan ishlar aka bular. Ham bo'y pasti, hamma yo'q nimasi, oyoqlari ham. Ichlarini aytingchi, ichini. Yong'oqdan, ichlari sasnadan, parolonlari o'sha yaxshi parolonlardan aka. Garantiyali. Bu ishimizni 8 million beryapmiz Ulug'bek aka. 8 million. 8 million. Endi kelishamiz, xon taxtasini qo'yib qilib beraveramiz. Endi bizda xon taxta ko'pligini hisobiga arzon qimmati bor. Arzon qimmati bor-da, agar mabodo qimmat xon taxta bilan qo'yib turib, mono ishlaydigan bo'lsa, qimmat bo'lib ketadi. Tushunarli. Endi mana panda 2 ugologimiz aka. Mana polni, mana. Spingal suriladi. Bunimiz pol spanli. Hali tashqarida ketish kerak edi-yu. Mana ishimiz yo'qcha. Bu ham mana suriladi. Burchagini o'zi surilmaydi xolos. Sababi u tomonga bitta odam, bu tomonga bitta odam chiqadi. Bu gul mana shu turishi 8,5 million qilib beramiz. 8,5 million. 6 ta yostig'i bilan. 8,5 million so'm ichlari sasna garantiyali. Tushunarli. Endi mana bu tomonda bor Ulug'bek aka. O'tsangiz. Bu tomonda o'talibdi. Hozir o'taman. 3 ta 8imiz mana. Plotniklarni ko'ring. Xudo xolasa ishlar zo'r. Tasmalarni ko'ring, yo'llarni ko'ring. 330 ga 230 lik materiallari ham shu super mo'yish materiallardan, hali mo'yishlardan ko'ra yaxshi. Bu ikkita pufigi bilan ugologimiz o'zini 7 milliondan sotib turdik, 6 million 300 ming so'm qilib beramiz Ulug'bek aka. 6 million 300 ming so'm. Arkasi ham arqalari materiallar tortilgan ekan. Hali qora bo'zdan emas ekan. Yo'q, yaxshidan. Xudo xolasa bizda yaxshi aka, bu anchadan beri unday ish qilinmaydi. Zo'r. Demak, toza ish, original ishlar. Lekin arzoni ham bor. Hamyonboplari ham bor ular, arzoni. Buni 6 million 300 ming so'm qilib beramiz. Yaxshi. Xon taxtasi отдельно ekan. Pufigi nechta bo'ladi? Pufigi 2 ta bo'ladi. Buni ham bitta pufigi yo'q edi. Qilib beramiz uni ham. Demak, pufigi 2 ta, mana shundan 2 ta bo'ladi. 2 ta bo'ladi shundan. Tushunarli. Endi mana bitta ishimiz bor. Qaysi biri? Internetlarda mashhur bo'lgan mana buni ishni ko'ring-da. Yon tomonlarini olib ko'rsating. Boshqot degani bu. Mana yonlarni ko'rsatib qo'yapman, dizayni, fasonini. Yo'llari ham o'ta zo'r, 3 ta pufigi bilan rosa internetda hozir mashhur bo'lib, zo'r sotilyapti. Xo'sh, razmer 430 ga 230. Puli mana shu o'zini 6 million qilib beramiz. 3 ta pufigi bilan razmeri ham katta. 330 230 ga 430. 6 pul Istanbul
uchimiz hali. Istanbul uchimizda hali mo'yshi material, buni narxini 7,5 million qilib beramiz. 7,5 million so'm. 7,5 million mana shu turishini 7,5 million qilib beramiz Ulug'bek aka. 260 ga 360 lik mo'yshi material, ichlari Sasnadan garantiyali ishlar. Bunimiz Panda. Bunimiz Qo'qonga ketadi bu ishimiz ham. Bu ham baraka bo'ldimi? Ha, bu ham baraka bo'ldi. Qo'qonga bu, xo'sh. 10 million 700 ming so'mga bo'ldi. Nima qo'shib berdi? Xon taxtasi bilan birlada. Stol bilan. O'zini 8 million 500 ming so'mga berganmiz. 8,5 million so'm demak. Mana bu ishimiz. Ha, oyoqlari yong'oqdan, ichlari Sasnadan, teddy material, 6 ta yostig'i bor. Shunda qancha bo'lyapti? Mana shu o'zi 8,5 million. 8,5 million. Xon taxtasi boshqacha qilinyapti, shu bilan 10 million 700 ming so'm bo'lgan. Tushunarli. Mana bunimiz Istanbul modelimiz. Ulug'bek aka. 330 ga 230 lik, ichlari Sasna, shu garantiyali zo'r ishlardan xudo xolasa. Hop, narxi? Narxi qo'sh deganda 6 million 200 ming so'm qilib beraman Ulug'bek aka. Golot o'zi 7 millionga da sotilyapti bu. Hop. Endi obunachilarga qilib beramiz, materiallari ham ko'rib turganingizdek, yaxshi material, mo'yshillardan ko'ra yaxshi. Chidami zo'r. Qancha qilib berdik? 6 million 200 ming so'm. 6 million 200 ming so'm. Buni ko'ravering-da, Shiroki aka, original tozasidan oyoqlari ham mana ko'ravering. Yon tomonlari chester qilingan, tevalari high-tech qilib qilingan. Stol alohida kelishilaveradi. Alohida kelishamiz. Stollar Viber'ni tashib beramiz aka. Tushunarli. Endi ichkarida ham bor Ulug'bek aka, ko'rsataylik-da. Bu ham yangilikmi? Bu ham yangilik Ulug'bek aka. Mana. Xo'sh, 340 ga 240 Titanic modelimiz, qo'llari katta bo'ladi, spingalari suriladi. Bu modelimizda Ulug'bek aka 8,5 million sotib turdik. Mana buni Titanic modelimizda 8 million qilib berak Ulug'bek aka. Nimasi bilan? Stoli bilanmi, alohidami? Stolsiz. Stolsiz demak. Stolsiz, ha. Ular suriladi Ulug'bek aka. Katta bo'ladi. Ular suriladigan. Ular yaxshi. Ichini ayting, oyog'ini ayting. Ichlari 100% Sasnadan aka. Sasna. Yo'q, nimalari Chinordan aka. Oyoqlari Chinor. Chinordan. Garantiyali. Xudo xolasa aka, Rustamjon mana qilib qoldi desa, borib tuzatib, remont qilib bo'lmasa ikkita pufigi bor. Ikkita pufigi bor. Mehku gologimiz o'zi narxi 8 million qilib beramiz. 8 million so'm. Stol alohida kelishiladi. Stol alohida. Tushunarli. Ishlar zo'r, xudo xolasa. Hammasi spingalar suriladi. Bu divan kreslomizda. Divan kreslo. Buni hozir sotib qo'ydik, 8,5 millionga sotdik. Hop. Kimga shunaqa divan kreslo kerak bo'lsa, bemalol qilib beraveramiz. Kontaktamiz 1 million 700 ming so'm. Bu tomonda mana buni aksiyaga tushgan ishimiz bor Ulug'bek aka. Ko'rsating shuna aksiyalardan. Kimga kerak bo'lsa 4 metr joylarga tushaveradi. Hop. Rosa mana shu ishimizni o'zi 10 million qancha ham qilib berganmiz. Obunachilarga 5,5 millionga berib yuboramiz. Yana 5 millionga berib yuboramiz. Teng yarimiga berib yuboramiz. 5 millionga berib yuboramiz. Demak, 10 million ishimini teng yarmiga berib yuboryapsizmi? Bu joyiga qarab qilingan. Mana spalni bo'lib, spalni bo'ladi aka. Kirib chiqib, spalni kapotli. Bu ishlarni o'zi bilgan. Ular haqiqatan qimmat ish mana. Temir karkas. Mana kapotli, mana. Parollar ham qimmat parollardan 28 plotkada ishlar. Bu qancha berib yubordik? 5,5 million, 5 million qilib beramiz Ulug'bek. Ha, demak 5 million so'mga aksiya qilib berib yuboramiz. Nechta yostiq bo'lyapti shunda? 1 2 3 4 5 6 7 8 ta yostiq ekan. Mana orqa taraflarning o'zini materiali. 260 aka, mana shu yerga dor. 260, bu tomoni 170. Bunaqasiga 4 metr. Buni hamma tomoniga bunday burib ishlatilaveradi. Yaxshi yomon emas. 10 million ishimizni 5 millionga berib yuboramiz teng yarmiga. Bu ishimizni ham Ulug'bek aka qara. Xo'sh. Bu ishimizni ham 8,5 ga da sotganmiz. Obunachilarga 7 millionga ketdi, aksiya qilib berib yuboramiz Ulug'bek aka. Bu ham 7 million so'm. Stolsiz-da? Stolsiz. Ichlari ham bexijolatmi? Ha, bexijolat aka. Bexijolatli ishlar. Xohlasa. Yaxshi. Bu kreslo komplektami? Komplektda. Ha, bu komplektda. Komplektda. Demak, ugovok va kreslo. Yong'oqdan aka, mana bular yong'oqdan aka. Bu ham gultatalar yong'oqdan. Ichlari Sasnalar. Yong'oq. Garantiyali zo'r ishlar aka. Material bilan aksiyada berib yuboramiz, aksiyada. Demak, arzon narxda qancha qilib berdik? Yana bir bor. 7 million qilib beramiz aka, 7 millionga. 7 million so'mga berib yuboramiz kreslo va ugovok. Stolini ham albatta kelishilgan holda qilamiz. Ishimizda o'zini klientlar biladi, mana shuni holatini eng oxiri 9,5 milliondan sotilar turadi. Mana shu komplektni 8 millionga berib yuboramiz mana ega. Stoli bilan. Xo'p, Abu Dabi deymizmi? Ha, Abu Dabi ishimizni mana bu yostiqchalar bilan 8 millionga berib pul bo'shatishga beramiz aka. Demak, 8 millionga mana bu katta uгологimiz Abu Dabi degan modelidan.
kimga kerak bo'lsa, Stol alohida. stoli bilan birga berib yuboramiz. Shuni deng. Demak, stoli bilan komplekt bilan qancha? 8 millionga beramiz. 8 million so'm. Mana bu o'sha so'nggi modellari bilan yasalgan uгологimiz. Hurmatli obunachilar, mebelga taalluqli mana o'zlaringiz eshitib o'tdilaring. Jamiki mebel kerak bo'lsa, o'zlariga murojaat qilsalar, nomerlarni qo'yib qo'yaman, batafsil ma'lumotni telefon orqali. Penal komodlarni bitta ko'rsating videoning oxirida. Mana qisqacha bo'lsa ham endi buni videosi o'zi alohida chiqadi penal komodlarga. Mana penal komodlarimiz krashinidan bo'y basi ham mana 1.10 lik. Mana ishlar aka. Mana quyma, lolalari ham ikkala chekka. Penalni ko'ring, mana 3D qilib ishlangan. Pulini aytaylik. Pulini aka, o'sh 7,5 million so'm aka, puli. Mana shu komplektimiz 7,5 million so'm. Ko'pchilik adashtirib qo'yapti, mana bu krashinidan aka. Xo'p. Agar mabodo jo'lni MDF o'zidan bo'lsa, ular arzon bo'ladi. 1 million nari ber arzondan. Bu demak yana ustidan kraska berilgan. Kraska beriladi aka. Guluhoy uriladi aka. Xolos mana Valentin stollarimizdan ham bor oshxonaga. Ichkarilarda turibdi hali obzor qila olganimiz yo'q. Mana bunisi sal arzonroq, bunisi lola sal prostoyroqda. Hop. Shuni hisobiga bu 7 million so'm, 500 ming so'm arzon. Demak, 7 million so'm. Ha, mana bu ishimiz bor. Bu ishimiz ham hali terib ustib qilganimiz yo'q, eshiklari vakuumli. Bu ishimizda o'sha 7,5 million so'm aka. 7,5 million so'm. Shunchaki aytib o'tavering, mana u adog'i birinchi troykamiz 8 million so'm, bunimiz ham 8 million so'm. Mana bu ishimizni ko'ring. Mana ulug' aka. Shampanskiy penal komod. O'ta zo'ridan. Haqiqatan qayga borsa ham savlatini to'kib turadigan ishimiz. Bu ishimizni 8,5 millionga qilib beramiz. Tushunarli. Shampan. Ikkala chekkasini ko'ravering. Bu tomonda oqi bor mana. Ro'paramizda. Ha. Ular penal komod oqimizda hozirgi kunda ham 6 millionligi, 5,5 millionliklari bor. Aha. Bular haqiqatan zamonaviy aka. Mana ko'ravering sifatini. Hop. Krashinidan mana dolasi original zo'ridan aka. Narxchi Rustamjon? Uni narxi 8,5 million. 8,5 million so'm. Tushunarli. Hurmatli obunachilar, mana hamma mebellarni tanishtirib o'tdik. Yo'qlarni ham so'raverasizlar, chunki mebel o'zlaridan, mebel bozor va mebel do'kon Rustam mebel o'zlaridan. Jamiki stol stullar, mehkilar, kuxonlar, komodlar, mana bu ko'rsatib o'tganimizdek, mana bu servant va penallarimizni Rustamjon ukamizdan so'raverasizlar. Nomerlarni qo'yib qo'yaman, batafsil ma'lumotni o'zlaridan olaverasizlar. Bo'yda tumani, Yangiqo'rg'on shaharchasidan ko'rsatib o'tdik. Xo'p, kimga qiziq bo'lsa, nomer qilib bog'lanib, zakazni beraverasizlar. Bolalar ham ishlashyapti aka.